Urganch tumani hududida yurt tinchligi, xalq farovonligi sari hamda Qoradori 2025 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan bir qator faol tezkor tadbirlar amalga oshirilishi natijasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq 4 ta holat fosh etildi. Jumladan Urganch shahrida yashovchi ilgari ham giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyati uchun jazo muddatini o'tab chiqqan 1973-yilda tug'ilgan shaxs Urganch tumanining Tandirchi mahallasi hududida tezkor xodimlar tomonidan gumondor tariqasida to'xtatilib, xolislar ishtirokida avtomashinasi saloni va yonlari ko'zdan kechirilganida shimining cho'ntagida umumiy vazni 5.8 gram bo'lgan geroin giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari shu kuni Urganch shahrining Xiva ko'chasida istiqomat qiluvchi 1969-yilda tug'ilgan shaxs viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan olingan ma'lumotlar asosida Urganch tumanining G'oybu qishlog'i hududida to'xtatilib, yonlari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida ushbu shaxs cho'ntagida 14.2 gram geroin giyohvandlik vositasini kelgusida o'tkazish maqsadini ko'zlab saqlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Boshqarma tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan joriy yilning 17 va 18-iyun kunlari o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jami 2 ta holat fosh etildi. Xususan, Xonqa tumani Navoiy mahallasida istiqomat qiluvchi 1976-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Lada Vesta rusumli avtomashina 17-iyun kuni Urganch tumanining Hojiboylar mahallasi hududida yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatilib, tezkor xodimlar tomonidan xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida avtomashina salonida qog'oz varag'iga o'ralgan 7 gram geroin giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda saqlab qo'yganligi aniqlandi. Xiva shahrining Gurshan mahallasida istiqomat qiluvchi 1960-yilda tug'ilgan shaxs 18-iyun kuni Urganch tumanining Qoramon qishlog'i hududida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan gumondor tariqasida to'xtatilib, yonlari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida ushbu shaxs shimining cho'ntagida 3 ta alohida qadoqlangan, umumiy vazni 6 gram bo'lgan geroin giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda o'tkazish maqsadini ko'zlab saqlab qo'yganligi ma'lum bo'ldi. Ko'zdan kechirish jarayonida aniqlangan giyohvandlik vositalari o'rnatilgan tartibda ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Yuqoridagi 4 ta holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra jinoyat ishlari qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Xorazm viloyatida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoiy holatlarni aniqlashga qaratilgan Qoradori 2025 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlarning birinchi bosqichi reja asosida amalga oshirilmoqda. Jumladan, Tuproqqal'a tumani Ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotlar asosida 16-17-iyun kunlari o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir natijasida tarkibida giyohvandlik vositalarini saqlovchi o'simliklarni ekish va yetishtirish bilan bog'liq jinoiy holatlar fosh etildi. Xususan, Tuproqqal'a tumanining Yangi Zamin mahallasida istiqomat qiluvchi 1976-yilda tug'ilgan shaxsning yashash xonadoni va tomorqasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida ushbu shaxs 4 ta chelakda tarkibida giyohvandlik vositalarini saqlovchi 4 tub kannabis o'simligini ekib parvarishlab kelayotgani ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari tezkor xodimlar tomonidan mazkur mahallada yashovchi 1983-yilda tug'ilgan shaxsning xonadoni va tomorqasi ko'zdan kechirilganida 2 tub kannabis o'simligini ekib parvarishlab kelayotgani aniqlandi. Ushbu taqiqlangan o'simliklar o'rnatilgan tartibda ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirilib olindi. Har ikkala holat yuzasidan ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.